Assalomu alaykum ovsinjonlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga adjika tayyorlashni ko'rsatib beraman. Buning uchun oldindan terib olingan pomidor, qalampir, bolgarskilarimizni yuvib tozalab oldim va pomidorimni bo'laklarga bo'lib, hammasini mikrovkadan chiqazib oldim. Ko'pchilik obunachilarim so'rashgan, adjika retseptini ham tayyorlanishini ko'rsatib bering deb. Talablarga binoan bugun men sizlarga adjikani qanaqa tayyorlashni ko'rsatib beraman. Juda ham oson va ishonchli usulda. Pomidorlarimizni mikrovkadan chiqazib oldik mana. Endi keyingi jarayonimiz xuddi shunaqa qilib qalampir, qizil bulg'orimiz, chesnogimizni ham xuddi shunaqa qilib mikrovkadan chiqazib olamiz. Mana qizil bulg'orni sorishinglar shart emas. Xohlasanglar oddiy yashil bolgarskidan foydalansanglar ham bo'ladi. Mana hamma mahsulotlarimizni chiqazib oldik. Endigi jarayonimiz katta kastrulkamizga chiqazib olingan pomidorimizni soldim, ustidan chesnok, chiqazib olingan qalampir va qizil bulg'orni ustidan solib, yaxshilab aralashtirib oldim va 3 ta qoshiq tuz soldim. Hurmatli ovsinjonlar, tuzni normasini salat qilsanglar ham, adjika qilsanglar ham o'zinglar belgilaysizlar, chunki tuzga kelganda hammani ta'bi har xil. Kimdir sho'rroq yeydi, kimdir pastroq. Mana adjikamiz bir qaynab oldi. Bir qaynab olgan adjikani ustidan maydalangan lovroviy list va 3 qoshiq shakar solib oldim va yaxshilab aralashtirdim. Ana endi keyingi jarayonimiz, qopqoqlarimizni sterillab olamiz. Ustidan qaynagan suv qo'yib, bonkamizni ham xuddi shu tarzda qaynagan suv ustiga solib, steril qilib olamiz. Albatta sizlarga ham tavsiya qilaman tayyorlab ko'rishinglarni. Mana ranglari juda ham chiroyli, mazasi zo'r chiqdi, achchiqqina. Endi tayyor bo'lgan adjikamizni bonkalarimizga solib olamiz. Ekranda yaqinroq ko'rsatyapman sizlarga. Mana ranglari juda ham chiroyli chiqdi. Krishkasini ustidan qo'yib qo'yamiz va ketma-ketlikda hamma bonkalarimizni ichiga adjikamizni solib olamiz. Keyingi jarayonimiz bonka yopgichda bonkalarimizni yopib olamiz. Ko'rib turganinglardek ranglari ishtahani ochadigan chiroyli chiqdi. Hurmatli bekajonlar, albatta sizlarga bu retsept yoqqan bo'lsa, kommentariya yozishni unutmanglar. Kanalimda yangi bo'lsangiz, like bosib obuna bo'ling.